Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugungi naq maydon suhbat programmamiz Donald Trumpning ikkinchi qatimliq prezident davridagi Amerika-Turkiya munosabati haqida bo'ldi. Bu suhbatga qimmatli mehmonlarimizdan Amerikadagi siyosiy analizchi Mavla Yasin efendim taklif qildim. Assalomu alaykum Mavla Yasin efendim, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga naq maydondan qatnashib berganingizga samimiy rahmatimni aytaman. Va alaykum assalom. Maydonda menga berganing ko'p rahmat. Rahmat. Bu suhbatni boshlashdan ilgari Uyg'urlar uchun bir xush xabarni hammamiz ko'rdik. Bu qadimgi Yaponiya saylimida Yaponiyada yangidan bir Xitoyga qarshi irodasi bilan tunilgan bir ayol Yaponiyaniki bosh ministri bo'ldi. Ham Uyg'ur qizi Arifa Ali xonim Yaponiya tashqi ishlar ministrining muavin ministri bo'lib vazifaga tayinlandi. Arifa Ali xonimningki diasporadagi Uyg'urlar ichida eng yuqori siyosiy sohada xizmat qilayotganligini qizg'in tabriklaymiz. Ishlariga utuq tilaymiz. Shundaqla Uyg'ur davosi uchun qilayotgan xizmatlariga samimiy rahmatimizni aytamiz. Mushuni dedim, to'g'ri, bu qizni desam, bu qiz burun Amerikaga kelgan, bizning uyga kelgan, mishad o'qigan. Bu qiz haqiqatan Uyg'urlarning xalqaro sahnada eng oliy o'ringa chiqqan Uyg'ur qizimizda, Uyg'ur mayli, Uyg'urlar ichida. Yaponiyada mushta dunyoga ta'sir ko'rsatadigan mushundaq 3-xislat deymizda, mushta cho'ng davlatning tashqi ishlarning muavin ministri bo'lgan degan bu hamma jihatni yetishgan rasmiydan Xitoychini yaxshi bildi, Yaponchini bildi, Amerika inglizchini yaxshi bildi bu qizlar, Uyg'urchini obdan so'zlaydi. Amerikada o'qigan, BDT'da xizmat qilgan, o'zi har jihatdan haqiqatan yetishib chiqqan bir qiz bo'lar. Men bak faxrlandim bu qiz. Xo'sh bo'ldik, faxrlandik. Texnik Uyg'urlarningki mutlaq siyosatlarda yuqori martabaga, yuqori o'rinlarga chiqishiga tilakdoshligimizni bildiramiz. Unda esa bugungi suhbat programmasiga kelaylik. Mavlon efendim, hozir degandek bo'lgan suhbat programmamiz Donald Trumpning ikkinchi qatimliq prezident davridagi Amerika-Turkiya munosabati haqida bo'ldi. Amerika bilan Turkiya munosabati nihoyat bir murakkab siyosiy, iqtisod, har qaysi sohada, shundaqla hamda Turkiya NATO'ningki muhim bir a'zosi. Har qatim Amerika bilan Turkiya o'rtasidagi davolanishlarga diqqat qilamiz. Buning Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri haqida nurg'un analizlar qilinib kelyapti. Keyingi kunlar kelgan vaqtida bu Turkiya prezidenti Erdo'g'anningki diplomatiya nimalarda g'arbdan yiroqlashib, sharqqa yaqinlashish, ya'ni Xitoyga yaqinlashdek bu nimalar ko'rdik. Bundan nihoyat biz bir xil umidlangan ahvollar kelib chiqdi. Diaspora Uyg'urlarning bu chunqur bugun endi biz mush temalarni yuritgan asosda suhbat olib boramiz. Eng avval bu suhbatningki beshida birinchi qatim Amerika Donald Trump birinchi qatim Amerika prezidenti bo'lgan vaqtida Amerika bilan Turkiya munosabati qandaqdi? Bu oldiroq o'sha Bayden vaqtiga o'tib, uning keyindan Donald Trumpning nimasiga o'tsak bo'ladi. Unda bo'lsa ekran sizda. Xo'sh. Va ham shu ekran anglovchilar hammanglarga assalomu alaykum. Asli meningki bu to'g'riliq Amerika Turkiya to'g'riliq iliq munosabat so'zlaydigan iliq tayyorligim yo'qdi. Men asli iliq AI'ni davomli so'zlaydi, chunki 2025-2026 bu insonlar tarixidagi eng muhim 2 yil bo'lib ketdi. Shu to'g'riliq AI to'g'riliq bir 6-7 leksiya so'zlab, shuning tayyorligini qilib ketib boratdim. Oldingi qitimda bizning Amerikadagi Nurmamat Musabay bilan Erkin Ahmad o Germaniyada, Turkiyada. Men Nurmamatni yaxshi taniyman.
Nurmehmetni yaxshi ko'raman. Uni manda bilmay anglagan, to'rlar ancha-muncha Kona jurnalist, burun Erkin Asiya radiosi ishlagan, ham Anqara universitetidagi doktor professor o'qituvchisi. Lekin uning bilan o'zimning tanishligimga ikkisi suhbat ifoda, nayt yaxshi suhbat bo'ldi. Shundoq. Bu suhbat yaxshi bo'ldi. Türkiye o erkin to'liroq Turkiyaning nuqtasidan bu ishlarni analiz qildi. Nurmehmet Amerika sohasida turib biroz analiz qildi. Shularni qilgandan keyin men endi to'xtab sal bir nima mushlarni men bir o'zimning analizini so'zlasam bo'ldiki deb, shundan keyin bir haftadak bu Türkiye Amerika'nın tarixiy munosabatlari, hozirgi munosabatlarni bir tekshirib chiqdim. Zaten nima bo'lib, nereden bo'ldi deb. Ondan keyin bu suhbatning bir alaylığı biz Trump'ni so'zlaymiz. Trump bilan bu Türkiye'nin munosabati, Trump bir davr prezident bo'lib, o'ttirliqda 4 yil yo'qolib ketib, yana ikkinchi qatam chiqdi-da. Bu bir tarixda bir qiziqarli bir epizod bo'ldi. Shularni tekshirib chiqib, men qilishdan men bir yurish o'zimning obzorini tayyorladim. Men so'zlab manaman. Har qanday vaqtda savolinglar bo'lsa, har qanday vaqtda meni to'xtatib savol so'rasanglar bo'laverdi. Avval so'zlashdan burun bir atalg'uni tushuntirib o'tib ketay. Geopolitika. Buni Uyg'urcha lug'at geopolitik deganda Uyg'urcha lug'at kirsa jug'rafiyalik siyosat deb tarjim qilibdi. Asosiyatning lug'atlarda. Endi biz Uyg'urlar hamma deyman, biz geopolitika deb shu bit alayli. Bu jug'rafiyalik siyosat deganda Xitoycha Di Yuan Jinjirdan tarjim qilgan. Xitoylar geopolitika tili kelmaydi, undaq yozolmaydi. Bizni Uyg'urlar unda yozalaymiz. Masalan, nurg'un narsalar, masalan, kompyuter bo'lsin, integral, differensial ximiya, fizik, hammasi chatni ismini biz bevosita ishlatganda, Uyg'urlar shu bevosita shu ishni ishlatishni o'rgansak bo'ldi. Geopolitika degan. Avvalmish atalg'on kichkam tushuntirib o'tganda, bu gapni bek to'la anglaysizlar. Bu Turkiya bilan munosabatlik, rayon xarakterlik masalalar bilan munosabat nurg'un ishlarda bu gapni bek to'la anglaysizlar. Geopolitika degan yer shar jug'rafiyasining siyosat va xalqaro munosabatiga ko'rsatadigan ta'sirini tadqiq qiladi. Masalan, Ukraina urushi xalqaro munosabatga ta'sir yetyotdi. G'arb, Amerika butunyaga. Masalan, O'rta Sharqdagi to'qinish bularmi hozir butunlay xalqaroga yetadi. Masalan, Xitoy Amerika munosabatidagi xalqaroliq jiddiylashish, bu ikkining jiddiylashishi butun dunyoga yetadi. Bular geopolitikaga kirdi. Masalan, savdo urushlar, cho'ng Amerika Xitoy o'rtasida savdo urushlar, savdo jazosi va to'r urushi qatorliq sistemli xarakterli voqealar. Mushundaq voqealarni geopolitika deb ataydi. Bu chunki bu jug'rofiya bilan munosabatlik siyosat bilan jug'rofiya birlashgan bir siyosiy voqea. Bu masala bu masalalar ta'minlash zanjirini qalaymaqonlashtirib, dunyo bozoriga ta'sir ko'rsatib, korxona va hukumatlarga bexatarlik tahdid ilib kelishi mumkin. Shuning uchun bu masala hozir xalqaroda intayin muhim masalalarni tadqiq qilganda geopolitika deb olamiz. Shuning uchun men yana deydiganim, Uyg'urlar ishlatganda jug'rofiyalik siyosat deganni ishlatmanglar. U Xitoychadan tarjim qilgan. Bizga nurg'un atalg'ular hozir mamlakatda avval Xitoychaga berib, Xitoychadan Uyg'urchaga o'tadi. Shuning uchun geopolitika deb ishlataylik. Biden hukumati dunyoni ideologiya nuqtadan ikki lagerga ayırgan. Demokratik ve mustabid. İkkiga ayırgan. Trump dunyoni texmo amaliy unumga ahamiyat beradigan amaliyotchan ve savdo munosabatga alohida ahamiyat beradigan ikki turga ayirdi. Trump saylan davrida O'rta Sharq va Ukrainadagi urushlarni oxirlashtirish, Xitoyning iqtisodiy va geopolitika xirisiga taqobil turish, chegara bexatarligi va davlat ichki islohotni yo'lga qo'yish qatorliqlarni hukumatning asosiy siyosiy qiladiganligini aniq aytgan. Buningdan boshqa Trump
Trump'ның nazariyasida men da inglizcha Trump deb o'qiyvermanki, xafa bo'lmanglar. Buningdan boshqa Trump'ның nazarida Amerika Turkiya munosabatida sal qarashqa bo'lmaydigan fursat va xatarlik tang mavjud. Fursatmi bor, xatarlikmi bor deydi. Trump Turkiyaga bo'lgan ko'z qarashini, Trump'ning Turkiyaga bo'lgan ko'z qarashi aralashma tarixga ega. Pasifmi bo'lgan, aktifmi bo'lgan. Trump Erdoğan'ı hürmetlaydı. Hem de Suriye, Soda ve başka meselelerdə özara mənfət yetkizadigan kelişim izləşkə mayil. Erdoğan mı muşu asasda bu iki dövlətinin münasibətini ilgirləşni ümid qılıdı. Şundaqdımı Trump'ның birinci vəzifə ötəş müddəti içində bu rayondakı bir qatar krizislar, Türkiye aşı rayonundaki bir qatar krizislar, misali Suriyadagi urush, Turkiyada siyosiy o'zgarish qo'zg'ashga urinishning natijasi siyosiy o'zgarish bo'ldi-ku Erdo'g'an vaqtida. Uni inglizcha cop deb qo'ydi, uyg'urcha nima deymiz deb uqmayman. Natijasi turklar bilan Amerikaning boshqa ittifoqdoshlari o'rtasidagi jiddiylik vaziyat qatorliq masalalardan kelib chiqqan. Kelib chiqib bu krizislar shulardan kelib chiqqan. Har ikki paytaxtdagi davolg'ush. Masalan, u vaqtida Turkiyada siyosiy o'g'inish bo'ldi. Qo'zg'alan qilganlar inglizcha cop deydi, uyg'urcha nima deydi uqmayman. Siyosiy o'zgarish. Masalan, u ikki yil paytaxt tang bo'lgan. Masalan, Turkiyada siyosiy o'zgarish bo'lgan, Washingtonda qo'zg'alan bo'lib ketgan Oqsaroyning ichida. Bu sizlar shu Trumpning oxirgi davr qo'zg'alan Oqsaroylarni nima parlamentning ichiga bosib kirib, urib chiqib shular bo'lib ketgan. Qatorliq ahvol va qiyinchiliklar ikki davlat munosabatini qiyinlashtirib o'tgan. Chunki vaqtida Erdo'g'an masalan Turkiyadagi shu siyosiy o'zgarish qilgan bir muncha odamlarni qo'lga olmay yondirib berdi. Trump yondirib bermadi. Ammo u turklar Amerikada noitijiq bilan asos bir din taqtidi. Mishadagi Uyg'ur bolalar har qanday bolalar din o'qiymansa, shular o'qigan maktab bor, ularning maktablari yaxshi shu din maktab ochdi. Ikki ittifoqdosh o'rtasida do'stlik va yaxshi niyatlik paytlar, shundaqla tahdid, jazo va embargolarmi birdek mavjud bo'lgan. Bu birinchi davrda. Biden davrida Erdo'g'anga sal qarash va uni bearam qilish muhiti paydo bo'lgan. Misoli, Erdo'g'anning telefoniga Biden neçe ay cevap vermegen. Bu xalqarada behurmatlik bo'ldi. Bir prezidenti yan prezidentga cevap versen 4 ay cevap vermegen. 2021-yili Amerika chaqirgan ikki qitim chaqirgan demokratik boshliqlar yig'inidan Turkiyani chiqirib etgan. Uningdan keyin chiqirib etgan 2019-10-oyda Amerika Armeniya bağı, Armeniya irqiy qirg'inchiligini shu yerda rasmiy e'tirof qildi. Bular bu ikki davlatning munosabatini tez jiddiylashtirib etdi. 2022-yil 2-oyda Rossiya Ukrainaga tajovuz qilish kuchaytgandan keyin endi Amerika hukumati Turkiyaga ehtiyoj bo'lishga boshladi. Biden hükümeti Ankara bilan hamkorlik shaklida munosabat ilib bordi. Endi hamkorlik shaklida. Undan keyin 2 yilda Washington Turkiyani, oldingi 2 yilda Biden hükümeti Turkiyani atalmış strategiyalik sherik deb atadi. Keyin Ukraina urush bo'lgandan keyin Turkiya bo'lmaydi. Shuningda vaqtida bular ovozini Turkiyani yaqin ittifoqdosh va sherik deb atadi. Ondan keyin bu Turkiyaga texmi ehtiyoj bo'lish bo'lgandan keyin kam bo'lsa bo'lmaydigan ittifoqdosh degan so'zlar bilan tasvirlandi. Xapomaysizlar, men do'konga kelib qopgan unim g'um. Ammo Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotga kirish masalasida va Ankara F-16 urush aeroplani setib olish masalasida o'zaro ishonmaslik yanada ko'rinarli bo'lib turdi. Biden davrida ko'rinib turdi. 2022-yili
2022 yıldan 2024 yılgacha Amerikanın Anqaradagi ziyrak, nayt aqlliq va Amerika parlamenti bilan yaxshi aloqasi bor bosh elchisi. Bu elchining ismi Jeff Flake. Kining tirishchanligida ikki taraflik munosabat bir qadar ijobiy to'nga kirdi. Avval tangshaldi. Bir vaqtda Biden bilan Erdo'g'anning bevosita aloqasi bo'lmasimi, bu ikki asos aloqasi bo'lmadi. Bo'lmasimi, ikki davlat o'rtasidagi xizmat guruhlari va yuqori darajalik amaldorlar texmo aktiv munosabatlarni tanladi va harakatlantirgich kuch bo'ldi. Buning natijasida ikki davlat Ukraina va mudofaa masalasida hamkorlikni kuchaytirishda birlikka keldi. Jeff Flake shu vaqtdagi Amerikaning baş elchisi Si Tunturk bilan ko'rishning sababimi mushu bo'ldi. Turkiya bilan munosabatni yaqinlashtirish. Chunki Anqarada eng dangliq faoliyatchi, siyosatchi Uyg'urlar sidki. Ham Erdo'g'an bilan ancha-muncha munosabat rus bo'lgan. Shuning uchun bu munosabatlarni texnik yaqinlash uchun shu vaqtda Jeff Flake Si Tunturk bilan kurashdi. Andan Amerika tashqi ishlar ministri o'zlari taklif qilib Si Tunturkni Amerika Washingtonga akeldi va burun Si Tunturkni qartizimlik tizim kirgizdi. Men Si Tunturkdan so'radim, seni nima ish qartizimlik kim kirgizdi desam, uqmayman, xalqlar mening tupimda shikoyat qilibdi deydi. Qartizimlikni ilvatdi, Amerika Aqsaroyga Amerika akeldi, endi Amerikada munosabatni Amerikada ular alaydan kutib bir tuqum Turkiya bilan suhbatlashdi. Bu da yaqinda kelib ketganda bu yana chaqirib oldi Turkiyani. Bu da o'zi keldi, lekin chaqirib oldi. Şu Turkiyaning kelishining bir nimasimi asos shu bo'lgan. Ikkinchi Trump hukumati davrida Amerika Turkiya munosabati Biden hukumati va tunji Trump hukumatiga selishtirganda butunlay o'xshamaydi. Trumpning navbatdagi hukumati texmi uyushqoqliq va moslashgan tashqi va davlat bexatarlik siyosat guruhi bor. Bu guruhga Trumpning nazar doirasiga va moyilligiga texmi moslashidi. Bular butunlay Trump nima desa ma'qul deydi. Trump odam olganda sen menga sodiq bo'lamsan deb turib optiki odamlarni. Ash o'zligida o'zimga sodiq bo'lsang olma, bo'lmasa ishlama debdiki. Shunga bular Trump nima desa ma'qul deydi. Masalan, Trump hukumatidagi davlat mudofaa ministri Peter Hegseth va davlat sekretari Marco Rubio qatorliqlarning ilgirki bayonot va harakatlarida Turkiyaga tutgan pasif pozitsiyasi Anqarani andishiga solgan bo'lsa-mu, bu ikkisi ilgari Biden davrida Turkiyani tanqidlatdi. Diktator to'xtamay tanqidlatdi bu ikkisi. Bo'lsa-mu, Trump'ning Erdo'g'anga bo'lgan yaqinligi va Turkiya bilan aktiv munosabat o'rnatishni xohlaydiganligi Amerika Turkiya munosabatidagi ohangni tangishdi. Uning ustiga Trump hukumatining bu yangi a'zolari, hozirgi hukumat a'zolari Trump'ning qattiq kuchi, hamda qattiq kuch deganimiz harbiy kuch, iqtisod kuch, mushlan davlatning ma kuchlarini qattiq kuch deymiz. Trump'ning qattiq kuchni asos qilgan geopolitika tafakkur, nuqtadan tafakkur qilish, ittifoqdoshlar va dushmanlar bilan bo'lgan savdo munosabati qatorliq siyosatlarni qo'llaydi. Hozir a'zolarning hammasi Trump nima deb shuni qo'llaydi. Shundaqla Xitoy bilan Ironni asosli tahdid deb aniq bekitdi. Erdo'g'anning diplomatik rekordiga nazar solsak, Erdo'g'anning savdo yo'linishga alohida e'tibor berganligini ko'rib olamiz. Trump bilan Erdo'g'anning bu shaxmat taxtasidan kelgusi 4 yilda o'zaro rozi bo'lg'udak kelishmalarning borliqqa keladiganligini faraz qila olamiz. Trump hukumati qaramoqqa Rossiya bilan aralashib, Amerika Rossiya munosabatining ideologiya ziddiyatini azaytishga intilyapti. Bu naq Erdo'g'anning ideyasi. Erdo'g'anning usuli bilan o'zaro to'liqlama bo'lyapti. Bu ikkisining bir ideyasi mos keldi. Yana Rossiyaga qarshi turish tadbirlarini iqtisodiy rag'batlantirish va suhbat qilish bilan
birleştirishi mumkin. Biden shundaq. Shundaqdimi? Bu ikkisining ideyasi shundaqdimi? Erdo'g'an yanıla Trump va uning a'zolariga ehtiyotjonlik bilan kuchtish usulini qo'llanib kelyapti. Texmi muhimi o'tgan bir qancha yilda Turkiyaning ko'p rayonlik kuch, endi ko'p rayonlik kuch deganimiz shu bir rayonda, masalan, O'rta Sharq, O'rta Osiyo bir rayonda ta'sirini aytchoq, arada ta'sir bo'lmaydigan kuchni, o'tgan bir necha yilda Turkiyaning rayonlik kuch bo'lishdagi o'rni xeyli yaxshilandi. Trumpning birinchi prezidentlik davrida Turkiya mablag' bo'lgan Turkiya mag'lub bo'lgan siyosiy o'zgarishning keyingi ishlarini bartaraf qilish va Amerikaning YPG bilan vakolatchi munosabatining kunsiri kuchayishiga taqobil turish bilan ovora bo'lgan. U Amerika YPG'ni qo'llatdi vaqtida, esinglarda bo'lsin. Endi YPG deganimiz bo'lsa Turkiyaga qarshi PPK'ning Suriyadagi tarmoq atirdi. YPG uning inglizcha uningki to'liq ismi xalq mudofaa o'rinlari degan gapga. İngilizceliqi. Bulardan boshqa Turkiya yana Washingtonning Iroq va Sham islom davlatlariga qaratgan bema'ni tor nuqtai bu Erdo'g'anning gapi. O siyosatni uni birinchi navbatga siyosatni xohlamagan. Bema'ni tor nuqtai ta'sirini tugutish, o'zining allaqachon jiddiylashib ketgan rayon munosabatini yaxshilash qatorliq masalalar bilan ovora bo'lib ketdi. Erdo'g'an. Shuningdan keyin Erdo'g'an hukumati saylam jarayonini kontrol qilish va siyosiy o'zgarish planlovchilarni ayblash orqali Turkiyaga bo'lgan umumiy kontrollikni mustahkamladi. Turkiyaning pul sharoitini shu vaqtda bo'lsa, oz vaqt bo'lsa-mu muqimlashtirdi. Ukraina to'qinishga bo'lgan ta'sirini isbotladi. Eronning Suriyadagi vakolatchilariga ig'ir zarba berildi. Amdaylik YPG deganda amdaylik inglizchada People's Protection Unit deydigan, men Uyg'urcha xalqni qo'g'dash atirti deb qo'ydim. U vaqtida Amerika uni qo'llatdi. Chunki u Suriyaga shu qo'llab kelgan vaqt. PKK'ning Suriyadagi bir nimasi bor, tarmoqqa. Tarmoqqa bir atirti PKK'niki. Trump bilan Erdo'g'anning 2027 yili vazifa 2027 yilgacha vazifa o'taydi. Ikkisi shu vaqtgacha 2027 yilgacha. Saylan besimi ikki rahbarning mumkin bo'lgan hamkorlik ideyasini cheklamaslikka kerakligini ikkilisi bildi. Baribir tugaydi. Ikkimiz o'sha hamkorlikni kuchaytirib, yaxshi bir tarixga yaxshi birini qoldirmamdi degan har ikkilisining ideyasida bu bir jiddiy masala. Bu qitimki Trump hukumati Turkiyani texnik kuchlik va muqim rayon sheriki qilish orqali, ashyaning muhim qilish orqali o'zini xalqaro ishlarni mikro boshqarishdan bir qadar xoli qilib Amerikaning ichki ishlarga ahamiyat bermoqchi. Endi dunyoda ikki xil atalg'i bor, mikro, makro deydigan gap bor. Makro degan keng doirani so'zlaydi. Mikro degan rayonni so'zlaydi. Shuning uchun Amerikaning va Trumpning nimasi Turkiya bilan munosabat yaxshilab, Turkiyani san oshaqdagi ishlarni boshqa, san oshaqdagi ishlarni bir taraf qilib, o'zini u yoqdan tortib chiqib, Trump va hukumat mamlakat ichidagi ishni qildi. Men bir nechta tarafdan analiz qilay. 2005 yilning kirishdan tortib Amerika Turkiya munosabatida fursat va ham xatarlik tang mavjud ekanligini ko'rsatib beryapti. Men bir necha Ukraina birinchi. Trump pensiyaga chiqqan general Keith Kellogg'ni Ukrainaga alohida elchi qilib tayinladi. Kellogg konkret planni o'ttirga qo'ydi. Endi qolganida Kellogg bir konkret planni Ukrainaga qo'ydi. Bu plan suhbat ilib berish, urushsiz rayon qurish, Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasida urushsiz rayon qurish, Ukrainaga shartlik yordam berish va Rossiya bilan qayta kelishim tuzish orqali bu urushni oxirlashtirmoqchi bo'ldi. Bu plan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining NATOning Qora dengizni o'z ichiga olgan Ukraina atrofidagi tahdid harakatini to'xtamay davomlashtirishni
harbiy kuchini ko'rsatib turishni, ko'p taraflik hamkorlikni qayta qurishga tirishishni, nazorat qilish yoki tinchlik saqlash qismlarini borliqqa keltirishni asos qildi. Aşaga bir ikkisini o'ttirga bir tinchlik askar kirgizishni. Turkiya bu rayondagi tangpung usulini saqlash bilan birga o'zgacha to'hfa qo'shadigan afzalligi bor Turkiyaning. Bu Turkiyani Amerikaning bu strategiyasini yo'lga qo'yishda kam bo'lsa bo'lmaydigan sherikka aylantirdi. Bu Turkiya bilan Trump bilan Erdo'g'anning munosabatining yiqilishib ketib qolganining sababining biri. Ikkinchi, Janubiy Kavkaz. O'ttirasi Janubiy Kavkaz deganni bilmaysiz. Janubiy Kavkaz bo'lsa, Armeniya, Ozarbayjon va Georgiya. Mushlarni Janubiy Kavkaz deymiz, George. Washington talabiga binoan, Washington talabiga binoan Ankara Ozarbayjon bilan Armeniya o'rtasidagi normallashish va tinch suhbatni qo'lladi. Bu kelishim ikki davlatning chegarasini ayirib turadigan, Turkiya Armeniya savdosini qayta ochadigan o'ttira koridor. Endi o'ttira koridor deganimiz shu Janubiy Iston, Osiyodan Janubiy Sharq Osiyodan Xitoyga, Xitoydan Yevropaga uni boradigan bir uzun bir balvoq bir yo'lning ketgan nimasini deydi. Endi bu yo'l Qozog'iston, Kaspiyan, Ozarbayjon, Georgiya, Turkiya orqali mangdi. Buni endi o'ttira koridor deydi xalqarada. O'ttira koridor savdo tashabbusining taraqqiyotiga ilhom berdigan, O'ttira Osiyo va Janubiy Kavkaz davlatlarining Rossiyaga bo'lgan tayinish jonliqini tuvallatadigan, Iranning ta'sirini sustlashtiradigan vaziyatni keltirib chiqishi mumkin. Endi mishad bir Rossiyaning ta'sirini tuvallatadigan ishni men xohlamayman. Har qanday yerda Rossiyaning ta'siri tuvalliganda yerda Xitoyning ta'siri kuchayib ketib bordi. Amerika va Yevropadagi ittifoqdoshlarining ozroq diplomat va iqtisodiy qo'llashi bu ko'p tarafli savdo va tinchlik tashabbusini qo'zg'abla qolmay, ham uzun muddatli o'zgarishga yoshirin kuch yaratishi mumkin. Anqaraning bu tirishchanligi Oqsaroyning diqqatini qo'zg'adi va aktiv kayfiyatni paydo qildi. Bo'pti, sen qilolsang, men nima qilmay, men o'zimni achqay deydi. Sana berdim deyapti Oqsaroy. Bu Oqsaroy umid qilgan, lekin texi ta'sir ko'rsatmagan rayon edi. Asli Oqsaroy Amerika mushtaq qilay deganda, keyin Amerika eng mushtaq qarishdi. Lekin bu Turkiyaning Erdo'g'anning siyosiy bu yoqlar muvaffaqiyat qozongan ekan, buning aktiv muomala qilib, sening qilganing to'g'ri ekan, sen qilgin. Bo'ldi ashaqqa deb Turkiyani bu jihatda qo'llashga o'tib ketdi. Bu ikkinchi, bularning munosabatning yaxshi bo'lishi. Üçüncü, o'ttira sharqdagi turaqliq, tinchlik. Trump hukumati birinchi qitimliq vazifa o'tash muddatidan boshlab o'ttira sharqdagi ittifoqdoshlarining bexatarligiga kafolat qilish majburiyatini asosan ado qilib kelyapti. Lekin bu kafolatni Amerikaning bevosita aralashishiga tayanmay, balki bu rayondagi hamrohlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali erishish siyosatini yo'lga qo'yib keldi. 2021-yildan boshlab Ankara tadrijiy Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifligi, Misr va boshqalar bilan rayon yorishish musobaqasini qanot yoydirdi. Yana Amerika va Turkiyaning boshqa hamrohlari o'rtasidagi mudofaa va bexatarlik ishlari doirasidagi hamkorlikni kuchaytirdi. Trumpning mudofaa sanoati va harbiy iqtidori, Turkiyaning mudofaa sanoati va harbiy iqtidori Amerikaning uni rayondagi yangidan gullanayotgan kollektiv bexatarlik va diplomatik o'rinlashtirishdagi jalbkor sherigiga aylandi. Bu sababdan bularning Turkiya Trump'ı hozir Amerika hukumati deb turay, nayt Turkiyaga Amerika Trump hukumatida Turkiyaga qattiq yiqinlik qilayotgan yeri. Üçüncü, Avstraliya va YPG, YPG'ni so'zlab o'tgandik to'g'rimi? PPK'ning Turkiyaga atirdi.
Trump hökuməti bilan Türkiyə o'rtasidagi dastlabki sürkilish ikki omil sabab bo'lgan. Birinchisi Türkiyə bilan İsrailiya o'rtasidagi munosabatning ig'ir muzlashidan kelib chiqqan. Bu Amerika parlamentida Türkiye'ye cho'nqur ishonchsizlikni keltirib chiqdi. Ikkinchi, YPG'ning texi bir taraf qilinmagan taqdiri. Amaliyotda bu ikki omil yangi masala emas. Tunji Trump hukumati mezgilida bu ikki omilni tangshash uchun zo'r diplomatik mablag' solgan. Ankara Hamasning 2023-yili 7-oktyabrdagi hujumidan bir necha oy ilgari İsrailiya bilan bo'lgan munosabatni asliga keltirishga uringanda shu vaqtda bo'lman qilman degan. Lekin shunda bo'lsa-mu, hozir Amerikaning hukumatining Trumpning farazida agar Gaza va Livanda mangulik urush to'xtatilgandan keyin Amerika bu ikkisini, yana Türkiye bilan İsrailiyani o'zaro munosabatni qayta sinab beqishga qoyil qilishi mumkin. Ankara yaqinda PPK'ni qurolsizlantirish uchun yangi tinchlik musobaqasini boshlashni xohlaydiganligini bildirdi. Bu YPG bilan bo'lgan jiddiylikni pasaytishga yordam berishi, Amerikaning armiyasining mavjudligini azaytish va terrorlikqa qarshi turish hamkorligini asliga keltirishni ilgari surishi mumkin. Amerika shuni degani armiyasi Amerika uyatga askarlarni azaytishni qildi. Turkiyada nemis kuch, Turkiyaning nemis afzalsa uning zo'r harbiy kuchi bor o'rayında. Hammasining kuchli harbiy kuchi bor. Shu Turkiyaning harbiy kuchini ishlatib, o'zining harbiy kuchini azaytishda Amerikaning. Bu yerda bular bilan birlik kelyapti. 5-masalada Suriya, Rossiya bilan Iranning Suriyadagi ta'siri tangla yo'qishiga ergishib Türkiye'ye foydali zo'r o'zgarish paydo bo'ldi. Aniqki Suriya masalasi Amerika va Turkiyaning terrorlikqa qarshi turish va geopolitika nishonni amalga oshirishda yangi jiddiylik va yangi bir yurish mumkinchiliklarini akeldi. Bu jiddiylik akilayotgan mumkinchilikni har ikki taraf qo'ldan berib qo'yishni xohlamaydi. Bu her iki tarafni hamkorlashga majburlayotdi. 6. Türkiye bo'lsa G'arb bilan Rossiya prezident Putin o'rtasidagi diplomatik ko'rik rolini o'ynaydi. Putin 2022-yilning 5-da Ukrainaga tajovuz qilgandan buyon dunyo sahnida jiq yetim qoldi. Ko'pincha G'arb prezidentlari, boshliqlari prezidentlarga o'xshamaydiganligi Turkiya prezidenti Erdo'g'an urush bo'lgandan buyon Putin bilan bevosita aloqani saqlab keldi. O'tgan yili Turkiya vositachi bo'lib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ukraina va Rossiya o'rtasida Ukraina oshliq eksportining chegaradan chiqishiga yo'l qo'ydi. Bu savdo bu yil uzartildi. Bu Türkiye qildi buni o'ttiri mengib chirdi. Türkiye yana Finlandiya va Shvetsiyaning o'tgan yili Shimoliy Atlantik ahdi tashkilot NATOga kirish iltimosida muhim rol o'ynadi. Türkiye dastlabda davlat bexatarlik andishishini bahona qilib iltimosni vaqtincha to'xtatgan. Ammo Ankara oxirida boshqacha fikrni tashlab, Shimoliy Atlantik davlatlarining bexatarlikka ittifoqiga kirish plani bilan olg'a ilgilashga yo'l qo'ydi. Buningda Amerikaning roli naytchoq, bu yerda Amerika bilan Erdo'g'an ikkilacha nurg'un suhbatlar ilib bordi. Bu intayin aktiv bo'layotganligining bir nimasi. Turkiya prezidenti Erdo'g'an 2024 kuni Amerika prezidenti Trump bilan ko'rishdi. Bu Turkiya rahbarining 6 yildan buyongi tunja Oqsaroyni ziyorat qilishi. Bu uchrashish Amerika Turkiya ikki taraflik munosabatdagi ba'zi masalalar hal bo'lmagan paytga to'g'ri keldi. Masalan, Amerikaning F-35 urush aeroplanining Anqaraga setilish to'g'risidagi suhbat to'xtab qolgan.
Amerika'nın Türkiye'ye qaratqan cazası, Trump hükümeti ve Trump Türkiye'ni öz içine algan Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı'ndaki devletlerden Rusya neftini setivilişini, to'xtatishni talab qildi. Lekin yanla bu uçuruşuş muvaffaqiyatli bo'lganligini 3 tarafdan ko'ra olamiz. Birinchi, Trump bilan Erdo'g'anni uçuruş. Birinchi, bu ziyoratning ahamiyati zo'r. Chunki bu ziyorat ikki davlatning rahbar o'rtasidagi 6 yillik musobaqasini oxirlashtirdi. Gerçi ikki davlatning o'rtaq manfaati bo'lsa-mu, stratejik masalalarda yuqori qatlamliq moslashtirishni talab qiladi. Texi moslashmagan. Bu bo'lsa texi başlanmagan haqiqat edi. Yuqori darajalik munosabatlar başlanmagan. Gerçi bu faqat qisman o'zgarish bo'lsa-mu, ikki taraflik munosabatning ahangda o'zgarish bo'lganligini ko'rsatdi. İki devletin hozir ikkisi bir-birida so'zlashda Amerika hukumat Turkiyani so'zlashda ovozi tamoman o'xshamaydi. Nəhayət aktiv hozir. Bu hozirgi Amerika hukumatining vazifa o'tash muddati ichida mudofaa, energiya, savdo va rayon ishlarida Turkiya bilan texmi quyuq hamkorlik gavdalanishi kerak. Texmi quyuq bo'lib ketishi mumkin. Shuni gavdalantirish kerak. Ham ikkisi shunday qilamiz deyapti. İkinci, birleşme axborot e'lon qilish yig'indagi kayfiyati intayin aktiv bo'ldi. Uni hammamiz ko'rdik Erdo'g'an bilan Trumpning so'zida. Trump bilan Erdo'g'an bir-birini maqtadi. Xijillikdan va o'ng'aysizlikdan saqladi. Erdo'g'an nəhayət muhim gap qildi. Bu nimani Suriyani bütün Türkiye imperiya davridan hech kim uyani ololmagan Erdo'g'an oldi deb so'zladi. Shuningdek gaplar bordi. Xijillikdan ve o'ng'aysizlikdan saqlandı. Ortak ko'ngil bo'ladigan ve umumiy siyosat bir-biriga bog'langan rayonlarning tizimligini chiqardi. Masalan, Suriye meselesi, Ukrayna meselesi, Gazadagi urushni oxirlashtirish hamda F-35 ve Amerika'nın Türkiye'ye qo'llangan jazo meselesini hal qilish, texmo keng mudofaa sanoati hamkorlikni asliga keltirish qatorliqlar. Amerika hozir agar Turkiya bilan munosabat kuchaysa, Turkiya keng harbiy sanoatni kuchaytirishni Trump hukumati o'ttirib qo'yyapti buni. Uchinchi, Trump bilan Erdo'g'an ilib borgan yipiq yig'indan keyin o ikkisi undan bir yipiq yig'in ilib bordi. Amerikadagi muhim axborot vositalarining aytishicha bir necha sohada puxta ilgirlashlarning qo'lga keltirilganligini bisharat bor. Bu axborot muhim. Amerika Turkiyada turishli hozirgi bosh elchisi Tom Barak Suriye diplomatik kuchlarning Suriyaning davlat bexatarlik qurilmasiga qayta kirishda ilgirlayotganligiga umid var pozitsiyada bo'lganini bildirdi. Bular hozirgi Suriyaning qo'shinlarining bu demokratik manda davlat qurib ketishga Amerika ko'zi yetyapti. Bu yılning oxirida u asosiy jihatdan amalga oshirganligini aytdi. F-35 ve Amerika jazosi to'g'risidagi talash tortishni hal qiladigan yo'l xaritasini ta'minlayotganligidan bisharat berdi. Konkret kelishimga asoslanganda yig'in jarayonida ikki cho'ng energiya kelishim rasmiylantirilgan bo'ldi. Bu ikki davlatlar, bu rasmiy Amerikaning yipiq yig'in lekin axborotlar deydi. Yana 43 milyard dollarlik 20 yillik suyuqlantirilgan tabiiy gaz setilish ve kichik modullik reaktor, yadroluk Amerikadan setilgan reaktorga chetishlik puhralar yadro kelishimi rasmiylashtirildi. Bu ikkisini bu ichida e'lon qilmadi, axborot qildi. Bu ikkisi bekitib ikki jihatdan qo'l qo'yib bo'ldi. Başka savdo kelishimlar asta rasmiy hujjat qilib e'lon qilishi mumkin. Ve Amerika'nın Erdoğan'a qo'ygan talebining biri bo'lsa Haybali Oroli degan bir orol bor ekan-ku, men bilmaymanki. Haybali Orolidagi Provoslaviya monastiri Ostal bir xil Kristianlar bir qismi shu qayta ichish, ashuni qayta ash deydi ekan. Trumpning turi qo'ygan.
Bu Erdoğan'a ig'ir ish emas. Açıverdi o yani. Doğru mu? Bu Erdoğan'a ig'ir ish. Trump'ın koygan ikki talpinin biri şu. Yana biri Türkiye'nin Rusya'dan nefis setilishini vaqtga to'xtat deydi. Bu Erdoğan'a asan to'xtamaydi. Bu nereden bardı, nereden bildi? Bunu endi qaraymiz buni. Ya, belki bu uchrashishning eng cho'ng ahamiyati bu ikki prezidentning uchrashishining o'zi. Bu o'zi eng cho'ng ahamiyat. Yig'inning dunyo shaklidagi ko'rinishi va kayfiyati. Munosabatlik rayon masalasi ustida muzokara ilib berishi. Bular bu ikki prezidentning tashqi siyosatining kun sari kuchayotganligidan aks ettirdi. Agar F-35 va jazo masaladagi to'salg'ular yo'l xaritasi to'xtab qolmay, balki konkret hal qilish chorasiga erishsa, e'lon qilishcha mush yilning oxirigacha shu xaritani chiqarib bo'lmas deyotdi. Bu texmo cho'ng xalqaroliq cho'ng xabar bo'lishi mumkin. Nimalar bo'lsin, hozircha bu ziyoratning ijobiy xarakteri ikki rahbarga va ikki davlatning diplomatik o'rniga foydali bo'lyapti. Qandaqlar bo'lsin, bu suhbatda gavdalangan omillar va fursatlarga asosan Amerika Turkiya ikki davlatning munosabatining olg'a ilgirlaydiganligidan ehtiyotjon bilan umid bo'lsak bo'ladi. Oldingi ikki qitimliq prezidentlik muddatiga o'xshash krizis va o'zaro ishonmaslik davriga tushib qolmasligini orzu qilmayman o'zimga o'xshashda. Bak bir sekund meni tuydi so'zlar. Men bir sekund beraman. Siz nima ekran qochkilamdan qolgan savollar so'radim. So'ragan savollar o'qas qarindoshlar inkas shaklida yozinglar, so'raymiz. Endi savollar qismiga o'tamiz. Qanday qolgan xapamaysiz. Yo'q. Mevlan kamda hozirgi sizning asosli leksiya nimalarimiz ikki Amerika bilan Turkiya o'rtasidagi har qaysi hamkorliklar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tdingiz. Endi bu Erdo'g'an oldingi mezgillarda ko'pincha Xitoy bilan bakrak yaqinlashib o'zini g'arbdan sal tatqandida. Bu qatimqi Amerika bilan o'zingiz 6 yildan kurashmagan Amerika prezidentlari bilan tuyuqsiz kurashib Erdo'g'anni nima Donald Trump'ni qizg'in kutib oldi. Yani buningda bu suhbatlardan keyin endi bizning eng alqi dunyo siyosatidan o'ta biz eng qizg'in o'zimizning Uyg'ur masalasida hamda Sharq Turkiston masalasi. Masalan, septembr turk pandim nima Amerikadagi Uyg'ur jamoatlar uchrashgan vaqtida buni nihoyatda alqi yuqori baholadi hamda o videoni ko'rdingiz. Yani bu Uyg'urlar bir yangi yo'lning ochilishi degandek nima qilib qoldi. Siz buni qanday qaraysiz? Qara endi masalan Amerika, Turkiya bu ikki davlat uchun hech qachon Uyg'urlar masalasi hech qachon boshdagi uch masala bo'lmaydi. Shunday. To'g'rimi? Bu ikki davlatning birinchi bu Turkiya bilan masalan Yevropa o'rtasidagi jiddiylashish masalasi Amerikada uchun muhim masala emas hozir. Amerikadagi eng muhim masala İranning yadrosi, Gaza, Suriya bu masalalar. Bu masalalar uningki Turkiya uningki bu masalalarda Turkiyaning eng kuchli roli bor. Turkiyaning roli o rayondagi endi mushu bo'lgandan keyin Turkiyaning bu ikkining munosabati qanchalik yaxshilatsa, bu yaxshilatsa Amerikalarga askilashgandan yaxshilashgan foydali Uyg'urlarga. Chunki Amerika, savolingizni so'ra. Yani bu Türkiye'de hem de Türk halkının nimisinde hem de Amerika'nın nimi kurdu hem de özü nisbeten bir düşman en çok bir şekilde karaydı mesela ikide. Hem de iki devletindeki güçlenişi ötken evvelde sistemden Türkiye'deki açtığımız yapmak özgür kereyildi hem mesela. Donald Trump birinci katımlık Amerika prezident mezgillerde Türkiye'deki özgür harika devletlerdeki elçileri baş elçiler şu devletki siyaset teşkilatlarının siyaset rehberleriyle görüşüştü. Mesela Türkiye'de sistem Türklerle görüştü. Yani başkalarıyla görüştü.
Ama Gollandiyadagi shu chog'dagi Donald Trampniki Gollandiyadagi bosh elchisi men bilan Amsterdam maydonida 45 minut aşağıda paranglashdi, kurashdi. Uning keyin Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati ular bilan suhbat o'tkazdi. Hakim Gollandiya Uyg'ur kishilik fondiniki o'rlashtirgan bir faoliyat nimasi u yerga keldi degandek, ya'ni undan boshqa nurg'un davlatlardagi kurashdi hamda bosh Hı. elchilari. Bu narsa butun dunyo Uyg'urlarning diqqatini tortdi bu narsalarniki. Hı hı. Qadar chiqib aytganda bosh elchiniki o'z turayotgan davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlari bilan siyosiy aktiv faoliyatlarni kurashganligi, ya'ni bu Uyg'urlar bek hayajonlandirgan. Keyingi mezgillarda hamda Amerika bilan Turkiya o'rtasida munosabat tuslashgandan keyin bu qatim hamda yana bir shu kuchlanishi hamda yana Uyg'urlarga bir hamda qandaq bir nimalar kelib chiqar, Uyg'urlarga bir foydasi bormi yo'q gapning to's kallasin degan vaqtda buni siz qanday qaraysiz? Qara Trump hammaning buning davlat mudofaa ministri Peter Hegseth va undan keyin tashqi ishlar ministri Marco Rubio va bularninki qonun tutdinniki bular nuqtarasida hozirgi Amerika bo'lgan eng chong tahdid Xitoy bilan Erondan keldi. Bu Xitoydan keldi. İran bir yadrolu bor. O yadro qurol bo'lmasa Eronning hech qanday tahdidi yo'q. Xitoyninki Amerika kelayotgan tahdidi mau urush quroldan atrofidagi yerlarni tajovuz qilishdan emas, mau chekimlikdan ilib ketib qolgan xatarlik. Amerika eng chong chekimlikni shu akyotidi. Amerikaningki bilimlikini, intellectual property'ni, bilim egiligini o'g'irlash. Amerikaning sanoatlariga, Amerikaga bir nimalarni o'g'irlab dunyo xalqarada to'kma bozor qilib setish. Amerikaning bevosita manfaatiga o Xitoy ta'sir etyapti. Shuning uchun shuningga Amerikami har qanday masalan Suriyadagi inqiloblarni avval kichik bir qushlarni tarbiyalashdan kelib chiqqan. Shuning uchun Amerika bu Xitoy qarshi turishda har yerdagi shu yerga har qanday qarshi qushlar bo'lsa, shu qushlarni tarbiyalashga Xitoyni parchalash Amerikaning masalan parchalayotsa Amerikaning eng chong orzusi. Amerikaning eng chong orzusi rostini aytsam. Bu endi shuning uchun Amerika hamma yerdagi ashundaq parcha qushlarga yordam berib, qo'llab, ilhomlatib, shu Xitoyning ichini shularni tarbiyalash Amerikaning azaldan dunyoda ilib ketib qolgan siyosati. Iroqni shunday qilishdan boshladi. Iroqni hozir Saddam qarshi azroq qushlarni, qurtlarni qildi ularni. Suriyani PPG'ni qo'llashlarmi shu jarayonda bo'ldi. Suriyani nimani og'dirib etishda cho'ng rol o'ynadi. Hamma yerda Amerika qarshi qush o'zining dushmaniga bo'lgan qarshi qushlarni to'playdi. Bu sababda Uyg'urlar Amerikaga, Xitoyga qarshi eng zarbador kuch desang bo'ladi. Shuning uchun bu Uyg'urlarning manfaati bilan Amerikaning manfaati bir yerga keldi. Uyg'urlar Amerika hech qachon Xitoylar Uyg'urlarni 5 million odamni qiribdi deb Uyg'urlarga yordam bermaydi. O Uyg'urlar ketgan qirg'inchilik, uyat bo'g'ayish, o Amerika bilan munosabati kori yo'q Amerikaning. Amerikaning faqat o'zining manfaati Uyg'urlarning manfaati bilan birlik kelganda Amerikaga Uyg'urlarni alohida e'tibor berdi, xalqaro sahnaga chiqishga tirishdi, asta-asta qurollantirishi mumkin. Har jihatdan AI chiqqandan keyin Amerika Uyg'urlarga yordam berish texmi osonlashib ketishi mumkin. Shu hozir Uyg'urlarning nimasi Amerikaning manfaati Uyg'urlar bilan Amerikaning manfaati manda aytsang bir nuqtaga tushdi. Xo'sh, endi hozir siz dedingiz hamda shu AI chiqishi texnik Uyg'urlarni osonlashtirdi Amerikani dedingizda, shu sal tafsilot tushuntirib bergan. Dunyo yangi bir davrga kirdi hozirda hamda. AIdan Xitoydagi hozir Sharq Turkistonning oshliq ishlab chiqarish nisbati Jiangsuda o'tib ketdi. Paxta 90% paxta Sharq Turkistondan chiqadi. Xitoy manbasini o'ylayapti. Men bir so'z, masalan Sharq Turkistonning manbasi boyligi deb ayrim so'zlasak bo'ldi. Dunyodagi pomidorninki nimasining 70% dunyodagini Sharq Turkistondan chiqadi. Hozir eng chong Xitoy bo'yicha eng chong tok ishlaydigan tok manda
quyosh toki. Ha? Quyoshda yasan tok Sharq Turkistonda bo'ldi. Bu tokning jarayoni hozir Jiangsu o'lkada ishib ketdi. Sharq nimaninki Xitoyning gaz, neft Sharq Turkistondan chiqyotdi. Xitoyning rare earth nima serik to'pa demdoq Uyg'urcha. Serik to'pa dunyoning serik to'pasining 80% Sharq Turkistondan chiqadi. Hozir o'ttir Xitoy bilan Amerika, hozir Xitoy Amerikan serik to'pidan cheklab chiqsa o'ttir shunda jiddilashib ketdi. Ko'rgansa bu buningdan chiqadi. Xitoyning atom yasaydigan yadrosi yo'q 232, 36 bular hamma Sharq Turkistondan chiqadi. Uningdan keyin hozir Xitoyning eng cho'ng AI markazi Sharq Turkistonda qurilyapti. Qumulda qurildi. Bu meseleler Şarkı Türkistan Xitayning strategiyalik Xitaylarning siyosatchilari deydi. Biz Shanghayni, Shenzhenni, Guangzhou'ni haq berib Şinjanni bermaymiz deyapti. Şinjanda hozir Xitaylarni men Şinjan deb oldim, Xitoy tilida ag'ashqa. Sharq Turkistonda hozir shu taklimagan shu takrida bular guruch, shal teryapti. Bu yerdeki kunning qo'yish yaxshi yeri, masalan, ishkirda 1 yilda shal 2 qitim mahsulot berdi. Meyada 5 qitim mahsulot ilyapti. Bu masalalar Xitoyning yuragi masalasiga aylandi. Albatta Amerikaning diqqatiga aylandi. AI meselesiga ham AI so'zlaganda men tadqiqotma u AI nimishga Xitoy uyada qurdi, u AI margildi degan qanday narsalar Xudoyim bo'lsa AI so'zlagan vaqtimiz to'xtab o'tib ketamiz u masalalarda. Bu masalalar masalan mushlarni orilib qolsa Xitoy bir hech qanday manbadan orilib qolgan, elektr hozir Xitoyning ichki o'lkalarining 20 dak o'lkasining elektri Sharq Turkistondan qilyapti, Quyoshdan bo'lyapti dunyodagi. Bu meselelerni birleştirgende Xitoyning bulan tatip etse Xitoy bir şakalga aylanıp kaldı. Şakal. Şunun için mana Xitoy qaramamsa serik topunu Amerikadan tuttu adı Sivitistariya biz berayli davatıdı. Amerika üzerine bu serik topunun bu chip deymiz de chip işleyen şu topudan çıkıdı. Chip deb işletinglar Uyg'urlar bir nima ürədə birimlərini işlətməklər, chip deb işletinglar. Chip şuningda chip bo'lmasa dunyo to'xtaydi, to'g'rimi? Mashina haydalmaydi, ishimiz hozirmi so'zlayolmaymiz. O chip dunyoda eqiyotgan qon, o chipning to'pisi Sharq Turkistondan chiqadi. Dunyoni ta'minlayotgan Sharq Turkiston. Mushlarni elvatsa, hozir Amerikani titirtyotdi. Xitoy chekladi hozir Amerikaga. Shuning uchun bu Sharq Turkistonning masalasi, Sharq Turkistonning mustaqil bo'lish masalasi bu Amerikada intayin muhim bir masala, yipiq masala. Uni oshkora degani bo'lmaydi. Chunki hozir qonun, BTT qonunida Sharq Turkiston Xitoyning bir qismi. Tibet shizanglar. Shuning uchun Sharq Turkistonni mustaqillik deb hukumat nomida dallanmaydi. Lekin parlament a'zolari so'zlaydi. Siyosatchilar so'zlayverdi. Shuningdek mustaqillik nim qilgan gap, mush masalalarni hammani yig'ishtirsa, Sharq Turkiston masalasi Amerika masalasidan nihoyat ig'ir, muhim, vazni ig'ir munda bir rolni o'ynaydi. Buni Amerikaning siyosatchilari bildi. Masalan, men professorlar bilan so'zlasam bo'ladi. Hatta Xitoyning meyatga siyosatchilim so'zlaydi. Men Xitoylarning ilib borgan masalanga men Tayping Yanjisu bor, Jungo Yanjisu degan bir necha doim xalqaro vaziyatda suhbatlar asosiyatda men hammasiga boraman. Bularni hammasi buningki Xitoyning taraqqiyoti, xalq strategik bizda Sharq Turkistonga tayindi. Shuning uchun Sharq Turkiston muhim masala bo'ldi. Chipni ayrim to'xtaydi. Uning bir kirib kelsan, AI bir kirib kelsan, kirib ketsa uningga. Vatansı başı onu kinka temide toxtlayla hemse. Hemşe bir sual azam Sirek topisinden ki gepediniz. Burada Sirek topisinin Xitayla bir nemi kilişemeyen Amerika Xitay olan tamirci 100%, 150% çıkarıp yaptı var. Desem 100%, 150%. Asas mesele şu nemi kaldı var. Hem demek ki aş topinin ki nemisi bizden vatandan çıkıyordu. Hem de aşınınkine Amerika biliyor da hem menfaati yani bizden vatandan düştü diyen gepte hem de. Şunu biz bir kozur kılış arkalı yordam nim qiladigan mushtaq bir shaklda vaqtini bir deganda bu masala kim o'ylab baqsa bo'ladiki, Robimdan shuni qilyapti hozir. Sharq Turkistonning qizil boyliqlarini hamda shuni bizmi kozir qilib
Xitoy Rabin bilan bermagan mushtaqilik yaqinda so'zlashyapti Amerika hukumati bilan. Shuni a vaqtda prezidentning men u vaqt qo'shilmagandan hozir o'ylab baxsam bu to'g'ri masala ekan. to'g'ri emas, chunki o'tgan mana nimagami dedi mana Ukraina prezidenti Zelenskiyga Ha. o'sha qizil bayroqli Amerika hukumatining qizil bayroq ehtiyoji borligini. Biz Sharq Turkistonni hozir ozod qilish nimamiz qarasak o'zimizning amaliy ahvolini bilimizda. Dunyoning Xitoyning butun shu dunyoni sumirayotgan narsani hammasi bizning kelyapti. O'zingiz deb o'tib ketdingiz. O'zingiz dedingiz Xitoy necha o'lkani bir emas bir ekan, bizning Sharqdan qat'iy bermaymiz deb turayotgan vaqtda, bizning qo'limizda boshqa tayinlagan hech nimamiz bo'lmagandan keyin, quruq duorimizdan boshqa amaliy qadek qurolliq benimiz bo'lmagandan keyin, shu yana qizil bayroqlarni Amerika boshqa g'arb davlatlariga necha yil ishlatishga 100 yil manchi prosentini beramiz. Bunun belirli mustaqil qilishni qo'llangan kerak. Mushtaq ideyani ko'tarib chiqishimiz kerak hamda Xitoydan qizg'irib nima qiladigan ish yo'q bu yerda. Xitoydan qutuldiganning yo'li kelib qolsa, Xitoyga necha yuz yil mustamlika bo'ldi. U yer qizilman 1% mi bizga bularni ayrim so'zlak bo'ldi hozirgi Turkiya Amerika boshqa hozir qilib qilaman deb buni ayrim tema qilib so'zlaymiz. Buni so'zlak bo'ldi hozir bugungi tema bilan munosabat yo'q-ku bugungi. Ayrim so'zlak bo'ldi. Men shu masalani Rabimdan hozir o'sha seriq to'p masalasida Amerika hukumatida jiddiy Oqsaroyga xatlarni kirgizib so'zlashyapti. Bunda bo'ladi bu masala. Buni ayrim yaqinda nima qilishamiz? Unda o'xshagan vaqt masalada suhbatni mishaga oxirlashtiraylik. Endi kelar qatimliq suhbatida yana yangi bir temalarga nima qilamiz? Bo'ladi. Ma'qulamiz, Fuqar. Assalomu alaykum hammalarga. Bo'lganimiz ekranda qarindoshlar bilan suhbat programmamiz mishachi bo'lib qolsin. Kelar qatimliq yakshanba kuni yana bir suhbatimiz bor. Yakshanba kuni Turkiyadagi Oytepe universitetidagi professor doktor Varchaqon muallim bilan ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonning 76 yilligi haqidagi suhbatimizning ikkinchi qismi Xitoyning Markaz zo'r inqilobi va Sharq Turkiston haqida bo'ladi. Unda yakshanba kuni kechki programma qilishaylik. Hammanglar Allohga emanet.